Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan endokrin fiziologiyasi 13-mavzu bilan tanishib chiqamiz. Demak, shu mavzumizda biz gipofiz bezi da ishlab chiqariladigan o'sish gormoni, uning ta'sirlari va insulin growth factor, insulinga o'xshash o'sish omilidan birinchi turdagi ta'sirlari va umumiy xulosa qilamiz. Shu mavzu bo'yicha bizga asosan kerak bo'ladi. Bugun ushbu qismda kerak bo'ladigan jigar, oshqozonni ham belgilaymiz. Shunday oshqozon osti bezini belgilaymiz va asosiy bizga kerak bo'ladigan gipotalamus, pituitary gland, ya'ni gipofiz bezi. Biz buni asosiy o'rganish markazimiz sifatida olganmiz. Shuning uchun shu qismni biz tushuntirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'rgangan obyektlarni bilib oldik. O'sish gormoni, uning ta'sirlari, IGF-ning ta'sirlari va umumiy xulosa qilamiz. Demak, davom etamiz. Birinchi navbatda o'sish gormoni sintezi haqida gaplashsak, o'sish gormoni arkuata yadrosida, ya'ni gipotalamusda o'sish gormoni releasing gormoni ajraladi, ya'ni growth hormone releasing gormon. Growth hormone releasing hormon. Releasing hormon. Demak, bu o'sish gormoni ajralishi uchun bizda ikkilamchi triggerlar kerak bo'ladi. O'sha qonda amino kislotlar miqdorini ortishi, qonda glyukoz miqdorini kamayishi, asli shu joyda ortishi bo'lib qolibdi, bu kamayishi. Shu joyda demak, qonda amino kislotlar miqdori ortishi, qonda glyukoz miqdori kamayishi, shu ya'ni gipoglikemiya bo'lyapti. Glyukoza kamayadi qonda. Xo'p, yog' kislotalari miqdori kamayishi qonda, shuningdek jismoniy mashqlar va sog'lom stressga sabab bo'luvchi omillar. Ma'lum bir stress, sog'lom stressga sabab bo'luvchi omillar bu o'sish gormonini ajralishiga sabab bo'ladi. Xo'p, shuningdek o'sish gormoni, releasing gormoni gipotalamus gipofizar portal tizim orqali gipofizga boradi. U yerda somatotroplar, ya'ni trop hujayralarimiz bor edi. Ulardan bizga kerak somatotroplar ta'sir qiladi, o'sish gormonini qon oqimiga ajratadi. Ya'ni bu joyda mana o'chiramiz endi. Hop. Bizga maydon hosil qilishimiz kerak. O'sish gormoni shunday ikkilamchi triggerlarni bildik. Bu yerda gipotalamus Hipotalamusda shu boshqaruv bor, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita. Indirect. Bu joyga indirect yozib olamiz. Bu joyga direct yozib olamiz. Hop, indirect bu o'sha releasing gormon ajratish orqali bo'lardi. Bu joyda bizga growth hormone releasing gormon kerak. O'sha hormon releasing gormon u arkuatadan ishlab chiqariladi, arkuat yadrosidan. Hop, u demak gipofizga ta'sir qiladi. Gipofizdan demak bu joyda trop gormoni, somatotrop mavjud, somatotroplarga ta'sir qiladi va o'sish gormoni, growth hormon yoki o'sish gormoni ajraladi. U keyin jigarga, ya'ni liver, jigar, yog' to'qimasi, adipose tissue, shuningdek muskulga ta'sir qiladi, muskul. Bu shu gipofiz bezidan va yana gipotalamus gipofizar bog'lanish orqali o'sish gormoni ishlab chiqarishi umumiy yo'l edi. Bunga shu asosiy qo'zg'atuvchi omillar sifatida qaralgan mana shu jarayonlar. Har bittasi shu jarayonga bog'liq bo'ladi. Bunda bu ham shu aynan gipotalamusga ta'sir qiladi. Gipotalamus ham gipofiz, ya'ni somatotroplarga ta'sir qiladi. Bu joyda o'sha ham releasing gormon ham somatostatin bor edi. Bu jarayonga demak plus ta'sir ko'rsatsa, o'sish gormoni bu jarayonga u manfiy ta'sir ko'rsatadi. Shu demak, keyingi qismimiz bu joyda o'sish gormoni ta'sir mexanizmi, ya'ni o'sish gormoni ishlash mexanizmi qanday bo'ladi? Shu haqida ketyapti, ya'ni o'sish gormoni ishlash
mexanizmi. Bu ham shu ikkilamchi reseptorlar bilan ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'sha biz ikkilamchi reseptorlarni tirosin kinaza va serin kinaza turlarini bilishimiz kerak bu joyda. Demak, tirosin kinaza va serin kinazalar. Demak, bu joyga ko'rib hech qanday o'sha o'sish garmoni yoki reseptor bog'lanmagan, ligand bog'lanmagan. Bu joyga ligand yo'q. Hech qanday ligand bog'lanmagan. Bu o'sha Janus kinaza va statlar bilan ishlaydi. Statlar bilan bog'lanadi. Mana bu ikkinchi bir rasmda ko'rib turganingizdek o'sish garmoni kelgan va u bu joyda o'sha fibronektinni fibronektin 3-turdagi domeni bilan bog'lanadi. Uni ikkita turi bo'lgan, ikkita turi bo'ladi, ikkita domeni bo'ladi deyman bitta. Va bu ikkinchisi. Hop, qisqasi ular o'zaro bog'lash hosil qilib, axborotni hujayra ichiga o'tkazadi. Bu joyda Janus kinaza fosforillanadi va u keyinchalik statga ta'sir ko'rsatadi. Statga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu statning to'liq ma'nosi signal transduksiyalovchi va transkripsiya faollashtiruvchi. Transkripsiya faollovchi yoki aktivlovchi. Shundan olingan, ya'ni signal transductor and activator of transcription degan bu o'sha transkripsiya omili hisoblanadi. U keyinchalik ribosomalarga ta'sir qiladi. Ribosomalarga u joyda oqsil sintezi, endi bu DNKga ta'sir qiladi. DNK u joydan keyin mRNK, mRNK keyin ribosomalarga, ribosomalardan keyin oqsil bu joyda, ya'ni EGF1 edi buni oxirgi mahsuloti. Shu hosil bo'lar edi. Yana bu haqida to'liq ma'lumotlarni shu darslar davomida berib boriladi. Hozircha bu haqida ma'lumotlarni shular. Endi keyingi qismga o'tamiz. Bu yerda shu gipotalamusdan o'sish garmoni ajralishini ko'rib turibmiz. Bu joyda shu o'sish garmoni, relazin garmoni va somatostatinlar, ya'ni ingibitorlovchi va relazin qiluvchi ajratuvchi garmonlar bor deganmiz gipotalamusda. Ya'ni yozib qo'yamiz. Relazin va ingibitorlovchi. Demak, relazin garmon o'sish garmoni, ingibitorlovchi garmon esa somatostatin. Hop, endi bu garmonlar adenogipofizga ta'sir qiladi. Adenogipofizga bu joydagi shu somatotroplarga va o'sish garmoni hosil bo'ladi. Bu joyda o'sish garmoni jigardagi maxsus reseptorlarga ta'sir qiladi. Ya'ni Janus kinaza orqali dedik hozirgina. Oxiri o'sha EGF hosil bo'ladi. U yog' to'qimasi lipoliz, yog'larni yog' kislota va glitseringa ajratadi. U muskul to'qimasi o'sha aminokislotalarni qabul qilish va oqsil hosil qilish, ya'ni protein sinteziga sababchi bo'ladi. Suyaklarda asosan shu suyaklarning o'sishini o'ziga va tog'a qismiga ta'sir qiladi. Ularni ham shu katta gipertrofiya bo'lishi va uzunligi oshishiga olib kelib beradi. Suyak uzunligi ortishiga. Shuningdek, grelin ham shu gipofiz, adenogipofizga ta'sir qilib, o'sish garmoni ajrashishiga musbat ta'sir ko'rsatadi. Endi bu joyda shu aytdik, ikkilamchi qo'zg'atuvchilar dedik. Ikkilamchi triggerlar deylik. Ular nimalar edi? Demak, ikkilamchi triggerlar aminokislotalar miqdorini qonda ortishi,
qonda glyukoza miqdorini kamayishi, gipoglikemiya, yog' oksidlari miqdorini qonda kamayishi, jismoniy mashqlar va sog'lom stressorlar, healthy stressorlar. Bular hammasi o'sha gipotalamusdagi arkuat yadroga ta'sir qiladi. Mana arkuat nukleus. U joydan o'sish gormoni, releasing gormoni ajraladi. O'sish gormoni, releasing gormoni ajraladi. Bu gipotalamus hipofizial portal system. Hipofizial portal system. Portal tizim, ya'ni inglizcha yozib, inglizchada ketsin endi hammasi. Hop, portal system. Hop. Ya'ni bu joydagi somatotroplarga ta'sir qiladi. Somatotroplar keyin o'sish gormonini ajratadi. Ya'ni growth hormon yoki o'sish gormoni. O'sish gormoni. O'sish gormonining keyin vazifalarini ko'rdik. Bu joydan demak, jigarga ta'sir qilyapti. Sariq rang bo'lmasa ekan. Demak, boshqa rang kerak ekan. Shu qizil rangni yozganim yaxshi ekan. Jigardan asosiy omil IGF ni hozir qilyapti, insulin growth factor. Yana bu joyda bor ekan, har bitta moddani o'zatgan shu moddalarning gormonlarini qisqartma yoki uzun kengaytirilgan nomi yozilgan. Growth hormon, releasing gormon, ya'ni o'sish gormoni ajratuvchi gormon, GH ya'ni growth hormon o'sish gormoni, IGF1 insulin like growth factor, ya'ni insulinga o'xshash o'sish omili birni ajratadi. Buni vazifalarini ko'rib chiqdik. Hop, keyingisi o'sish gormonining vazifalari. O'sish gormonining vazifalarini aytdik. IGF1 ning hosil bo'lishi, gluconeogenez va lipoliz, so'nggisida amino kislotalarini qabul qilinishi, ya'ni aptekka sabab bo'lar ekan. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtta vazifasi bor ekan. Bu yerda o'sish gormonining ta'sirlari keltirilgan. Bu demak, umumiy o'sish gormoni shu ta'sirlarini qisqa holatda keltirgan. Har bitta ta'sirini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi ta'siri insulin like growth factor hosil bo'lishi. Demak, bu yerda insulin like growth factor hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz, ya'ni IGF1 insulin like growth factor 1. Ya'ni insulinga o'xshash o'sish omili. Buni yozib qo'yaylik. Insulinga o'xshash o'sish omili 1. Hop. Bu qanday hosil bo'ladi? Avvalo biz o'sha ikkilamchi triggerlar dedik. Second trigger kerak bo'ladi. Ulardan bittasi bo'lsa ham, demak, shu o'sish gormoni ajraladi gipotalamusdan, growth hormon, releasing gormon ta'sirida. Demak, u adenin gipofizga ta'sir qiladi. U joyda o'sish gormoni hosil bo'ladi. Somatotroplarga ta'sir qilgandan keyin, ya'ni o'sish gormoni keyinchalik qon oqimiga, ya'ni bu joydan qon oqimiga chiqariladi. U joydan jigarga boradi va jigardan shu maxsus reseptorlar bor. Aytdik, tirosin kinazaga o'xshash reseptorlar. Ularda o'sha maxsus amino kislota turlari mavjud. Amino kislota maxsus turlari mavjud. Ya'ni fosforilangandan keyin faollanadigan maxsus qismi bor. Ya'ni bular bu qism Janus kinaza deyiladi. Bu joyda maxsus ferment bor edi, Janus kinaza fermenti. U fosforilanadi. Fosforilangandan keyin u statga ta'sir qiladi. Ya'ni statni ham fosforiladi. Ya'ni statni aytdik biz qanday ma'no egallashini. Signal transducer, activator of transcription. Ya'ni transkripsiyani faollashtiruvchi signal o'tkazuvchi qism deyiladi. Bu stat fosforilangandan keyin yadroga ta'sir qiladi va yadrodagi DNK ketma-ketligiga ta'sir qiladi. DNK ketma-ketligiga ta'sir qiladi. Shuni boshqacha bilan yozaylik. Ya'ni DNK va u joyda DNK transkripsiya jarayonlarini boshdan o'tkazadi va mRNK hosil qiladi. Mana shu joyda endi DNK, demak, mRNK hosil qiladi. Transkripsiya natijasi bu mRNK keyin ribosomaga boradi. Ribosomadan keyin bu ribosomada maxsus oqsil sintezlanadi. Ya'ni protein sintezlanadi. Bu protein shu donodor endoplazmatik to'rda deylik. Endoplazmatik to'rda o'zgarish uchraydi va Golgi apparatiga boradi.
Keyin Golgi apparatiga. Golgi apparati yoki kompleksiga boradi va u joydan qon oqimiga ajraladi. Qonga ajraladi. Bu o'sha oqsil insulin va growth factor, ya'ni IGF hisoblanadi. IGF 1. Bu IGF 1 deb nomlanadi. Ya'ni bu joyda ko'rib turibmiz, IGF 1 hosil bo'lyapti. IGF 1 keyinchalik shu insulin growth factor 1 retseptoriga ta'sir qiladi. Shuningdek, insulin reseptorlariga bu joyda insulin ham shu IGF 1 ga ta'sir qiladi. Bu ketma-ket insulin reseptorlari sensitivity bu yog'ida oxirida hosil bo'lgan hujayra o'sishi va metabolizm ortishiga sabab bo'lyapti. Bu alohida belgilab qo'yilgan, ya'ni rapamycin yoki klotopapalizin 1 bu shu reseptorlarni bloklovchi moddalar hisoblanar ekan. Xo'p. Bu demak IGF 1 ni, ya'ni insulinga o'xshash o'sish faktori birini hosil bo'lishi edi. Bu joyda endi somatostatin ta'sirini aytib o'tib ketilgan, u manfiy ta'sir qiladi, ya'ni bu jarayonni bloklaydi. Somatotroplardan o'sish jarayoni hosil bo'lishini yoki yana yuqorida aytib o'tilgan ikkilamchi triggerlarni o'sha endi aksiga o'zgarishi, masalan, qonda amino kislotalar miqdori kamayishi, qonda glyukoza miqdorining ko'payishi va yog' kislotalari miqdorini qonda ortishi yoki yana boshqa bir omillar mana shu o'sish garmoniga endi aks ta'sir qilib turib o'zi ajralmasligi ham mumkin. Hop, keyingi qism gluconeogenez, ya'ni uglevod bo'lmagan moddalardan glyukoza hosil bo'lishi. Ya'ni bular o'sha glyukozani asosan quyidagi moddalardan hosil qiladi: glitserol va yog' kislotalari va amino kislotalar. Demak, bu anterior pituitary gland, ya'ni adenohipofiz. Bu joyda o'sish gormoni ishlab chiqarilyapti. U gluconeogenezga ta'sir qiladi, ya'ni anti-insulin harakati, insulinga shu harakatiga qarshi bo'lyapti. Bu joyda jigarda IGF 1, shuningdek IGF BP3, ALS kabi moddalar hosil bo'lyapti. IGF 1 ni bu joyda ta'sirlari keltiryapti. Shuningdek, o'sish gormoni muskulga ta'sir qilyapti, suyak o'sishiga ta'sir qilyapti, xondrogenezni va suyak hosil bo'lish jarayonlariga ta'sir qiladi, deyapti. Bu IGF ni shu bilan birgalikda mana shu joyda. Hop, yog' to'qimasida preantibiotiklarning hosil bo'lishi, o'zgarishi va ularni yana o'sha parchalanish jarayonlarini aytyapti. Biz aytgandikki, qondagi ikkilamchi o'sha qo'zg'atuvchilar, adiponektin, leptin moddalari ham bu joyda ahamiyatga ega. Lipoliz, lipogenez va birovning ya'ni kulrang yog' moddalarining hosil bo'lishi yuzaga kelyapti. Asosan shu gluconeogenezda bu o'sha IGF orqali ta'sir qiladi deyildi. IGF 1 hosil bo'ldi. Endi u orqali o'sha yog' kislotasiga boradi. Yog' kislotasidan keyin yog' to'qimasini parchalaydi. Ularni ikki qismga bo'ladi. Natijada bizda glitserol, ya'ni glitserin va yog' kislotasi hosil bo'ladi. Bu ham o'sha IGF bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu joyda hosil bo'lgan moddalar keyinchalik birgalikda qo'shilib jigarga kelib, jigarda gluconeogenezga sabab bo'ladi. Keyingi qismimiz lipoliz, ya'ni yog' kislotalarini parchalanishi va o'sha yog' to'qimasidagi reseptorlarga o'sish jarayoni bog'lanadi va intrasellyular mexanizmlarni qo'zg'atadi. Bu joyda asosan gormonga sezuvchan lipaza fermentini faoliyatini oshirib beradi. Bu joyda o'sish gormoni kelyapti. O'sish gormoni reseptor joylashgan. Yanus kinaza, stat 5. Bu joyda yog' kislotalariga
Mana hormon sensitiv lipaza, ya'ni Janus kinaza. Bu stat, ya'ni shu DNKga ta'sir qiladigan yadroga bu joyda HSL, ya'ni HSL hormon sensitiv sezuvchan lipazaga ta'sir qiladi. Bu keyin lipoliz jarayoniga ta'sir qiladi. Ya'ni mana bu yog' kislotalari bo'lsa, yog' kislotalarini u ikki qismga parchaladi. Ya'ni bo'lib beradi. Hop, bizda keyinchalik bu joydan hosil bo'ladi glitserin va yog' kislotalari. Yog' kislotasi, ya'ni bu joyda triglitseridlardan shu parchalash hisobiga glitserin va yog' kislotalariga parchalangan triglitseridlar. Bu joyda triglitseridlarni parchalab beradi bu. Tamam, break down of triglycerid. Bu joyda shu glitserin va yog' kislotalari keyinchalik glukoneogenez uchun foydalanadi. Bu joyda ham xuddi shunday o'sish gormoni kelib bog'lanyapti. Adipotitlardan yog' kislotalari, fatty acid yog' kislotalari va TRL bu ham reseptor turi bo'lishi kerak. Bu joyda DAG yo'li bilan ketyapti. Keyin DAG deoksirgliseroprotein kinazasi mahsulotlar hosil bo'lyapti. Stat insulin reseptorlari hosil bo'lishi, insulin reseptorlari ham alohida shu insulin reseptorlariga bog'lanyapti. Oxirida glukoza turini bog'lanishi, bu joyga chiqarilishi va glukoza reseptorlarini chiqarishi va glukozani qabul qilish kamaygan paytda yuzaga kelar ekan. Bular haqida ham dars davomida to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Ya'ni umuman olganda mana shu yo'l orqali o'sish gormoni, growth hormon, demak yog' to'qimasiga boradi. Yog' to'qimasiga bu joydagi reseptorga bog'landi va HSLga gormonga sezuvchan lipazaga ta'sir qildi. U triglitseridlarni ikki qismga ajratib berdi. Glitserin va yog' kislotasiga. Bular keyin oxiri glukoneogenezga safarbar qilindi. Glukoneogenez. Mana glukoneogenez mahsuloti qayerdan kelayotganini ko'rib turibmiz. Bu demak lipoliz jarayonida hosil bo'lgan mahsulotlardan olingan ekan. Keyingi rejamiz bu amino kislotlarning qabul qilinishi. Demak, o'sish gormoni o'sha skelet muskulyar hujayrasi yuzasidagi mavjud bo'lgan reseptorlarga bog'lanadi va u joydagi maxsus signal o'tkazuv yo'lini faollashtiradi. U yadroga boradi. Bu o'sha signallar yadroda maxsus gellarni hosil qiladi, aktivladi va bu o'sha gellar keyinchalik maxsus turdagi oqsillarni hosil qiladi. Bu oqsillar keyin amino kislotalar uchun kanallarni hosil qiladi hujayra membranasida. Bu esa amino kislotalarni qabul qilinishini oshiradi. Skelet muskulida kechyapti demak. O'sish gormoni skelet muskuliga boradi. Skelet muskuliga borib, u joydan maxsus spesifik yo'lni faollashtiradi. Ya'ni bu joyda o'sha Janus kinaza orqali deymiz. Janus kinazikka u stat. Bu joydan keyin shu maxsus oqsillar sintezlanadi. Protein sintezi. Bu esa amino kislota uchun kanal hujayra membranasiga olib chiqiladi va u amino kislotalarni qabul qilishni oshirib beradi. Keyin bu qabul qilinishi ortadi. Bu demak skelet muskuldagi umumiy ta'sir mexanizmini bu joyda ham ko'rib turibmiz. Shu gipotalamus gipofizga ta'sir ko'rsatyapti. O'sish gormoni, relazin gormoni, tiroksin ham bu joyda shu gipofizga musbat ta'sir ko'rsatadi. O'sish gormoni ajraladi. U yog' kislotalari, erkin yog' kislotalari, adipotitlarga ta'sir ko'rsatadi. Jigarda shu insulinga o'xshash o'sish omilini hosil qiladi. Shuningdek, bu o'sish gormoni manfiy qaytar aloqa bo'lib, o'sish gormoni, relazin gormonini bloklaydi. Shunday oshqozonda grelin va gipoglikemiya, qondagi gipoglikemiya gipotalamusdan bu gormonni ishlab chiqarishni ortishga sabab bo'ladi. Endi IGF bizda, ya'ni insulinga o'xshash o'sish faktori 1 ajralib chiqib, ajralib chiqqandan keyin u shu
gipotalamusga manfiy ta'sir ko'rsatadi va bu o'sish gormoni ishlab chiqarishni kamaytiradi yoki somatostatin shu gipotalamusning o'zidagi o'sha modda, ingiberlovchi modda. Xo'p. Demak, bu umumiy o'sha yo'li. Bu joyda ham ko'rib turibmiz. Shu o'sish gormoni retseptorga bog'lanyapti. Bu joyda Janus kinaziga ta'sir qilyapti. Janus kinazi shu fosforillaydi. Xo'p. Protein sintezi bo'yicha ketadigan bo'lsak, insulinni sezuvchi reseptorlar, insulin reseptori sensitivity stimuli bu joyda keyin P13K reseptorlari, AKT reseptorlar AKTga ta'sir qiladi va mTOR protein sintezi. Bu joyda serin, tirogen serin shu kinazi reseptorlari bor edi. Bu joyda PLCY, PKS ga ta'sir qiladi, rast orqali ketyapti. Bular hammasi o'sha qisqartma, ularni albatta shu tashlab qo'yamiz. Keyin MEK ga ta'sir qiladi va u RK oxiri lipoliz yuzaga kelyapti. Bu joyda ham o'sha growth hormoni, o'sish gormoni ta'sirlari, o'sish va hujayra sikliga ta'sir qilishi, sitoskeletonning qayta tashkil qilishi, ya'ni hujayra tuzilishini qaytadan tashkil qilishi. Bu joyda ham maxsus o'sha qo'zg'atuvchi moddalar mavjud. Ular ham albatta guruhga to'liq holatda yuboriladi. Ya'ni mana bu holatda hech qanday retseptor ta'sir qilmagan, ligand yo'q. Bu joyda esa ligand mavjud. Ligand bor. Ya'ni o'sish gormoni kelib ta'sir qilyapti. Shunda bu Janus kinazi faollashyapti, ya'ni yuqoridagi jarayonlar. Shu statga ta'sir qiladi. Stat. Bu keyin DNK, joydan keyin mRNK, ribosoma va oxirida EGF. Shuni ta'siri keltirib o'tilgan. Bu joyda qolgan qisqartmalarni albatta guruhga yuboriladi, shu yoki manbalar kanalida topasiz. Keyingi qismimiz endi insulinga o'xshash o'sish faktori 1 ni ta'sirlari. Skelet muskuliga ta'siri, suyakka ta'siri va tog'aga ta'siri. Bu yerda demak insulinga o'xshash o'sish omili 1 ning ta'sirlari keltirilgan. Bu demak 3 ta ta'sir, bu insulinga o'xshash o'sish omilining o'zini ta'siri hisoblanadi. Skelet muskuliga ta'siri. Insulinga o'xshash o'sish omili 1, ya'ni EGF, o'sha skelet muskul hujayrasi yuzasidan mavjud bo'lgan reseptorga bog'lanadi. Mana shu joydagi reseptorga bog'lanadi va bu bog'langanda yadroga ta'sir qiladi. Yadroga ta'sir qildi va u maxsus gellargini faollashtiradi. Bu gellar esa maxsus turdagi oqsillarni hosil qilib beradi. Bu oqsillar keyinchalik o'sha aminokislotalarni hujayra ichiga kirishi uchun shu xizmat qiladi. Va mana bu joyda hosil bo'lgan shu aminokislotalar ham bu shu hujayra ichiga kirgan aminokislotalar bilan birga proteinlarni hosil qiladi, oqsillarni. Buni natijasida muskulni o'lchami ortadi. Ya'ni hujayra ichida ya'ni boshqa yo'llar ham mavjud. Boshqa yo'llar bilan aminokislotalar stimulanadi. Aminokislotalar bir-biri bilan qo'shiladi va oqsillarni hosil qiladi, ya'ni miofibrillalar. Ya'ni miofibrillalar hosil qiladi. Bu esa gipertrofiyaga sabab bo'ladi, ya'ni bu miofibrillalar aktin, miozin bu ortish gipertrofiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni o'lcham jihatdan ortadi. Shu taraqqiyot davrida bilamizki, nerv va muskul hujayralari keyinchalik faqatgina o'lcham jihatdan ortadi deyilgan. Asosan shu hajmi kattaydi xolos. Hajm ortishi. Hujayra ko'paymaydi, hajmi ortadi. Bu esa muskullarning hajmini, o'lchamini kattayishiga sabab bo'ladi. Hop. Ya'ni ikkita ta'sir yuzaga kelyapti. Muskul o'lchami ortishi va oqsillarning sintezi, protein sinteziga sabab bo'lyapti. Bunga sabab o'sha aminokislotalarning kirishi va hujayra ichida aminokislotalarning qo'shilishi. Bu demak skelet muskuliga ta'siri bo'lyapti. Keyingisi suyakka ta'siri. O'sha aminokislotalar ya'ni EGF1 suyakdagi osteoblastlar va osteoklastlarni boshqaradi. Ya'ni suyak ichidagi bu hujayralar. Ya'ni suyak o'zi
bone deylik. Ya'ni suyak. Osteoblast va osteoclast. Tashkil topgan osteoblastlar suyakni hosil qiladi, suyakni hosil bo'lishini ko'paytiradi, hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lishini ortishiga sabab bo'ladi. Osteoclastlar esa suyak yemirilishiga sabab bo'ladi. Suyak yemirilishi. Ingliz tilida bone resorption deyiladi. Bu esa bone deposition. Hop. Bizda endi EGF osteoblastlarga va osteoklastlarga ta'sir qilib teng boshqarib turar ekan. Bu o'sha yuqori faolligini ta'minlaydi va ikkovini faoliyatini boshqaradi. O'sha bone deposition, ya'ni suyaklarni hosil bo'lishi bu osteoblastlar bilan, suyaklarni resorption, ya'ni degan osteoklastlar bilan bog'liq bo'ladi. Umuman olganda suyaklar kattaroq bo'ladi va qalinroq bo'ladi. Bu o'sha osteoblast va osteoklastlarning faollanishi endochondrial ossification, ya'ni endochondrial suyaklanishni oshkor olib keladi. Ya'ni suyaklar qalin va yo'g'on va kattaroq bo'ladi keyin. Shuningdek, EGF1 protein sintezini ham stimullaydi. U o'sha suyaklarning zichligini oshirib beradi. Ya'ni bu kollagen 1 bilan bog'liq bo'ladi. Kollagen 1 bilan bog'liq bo'ladi. O'sha suyaklarda kollagen 1 bor. Ya'ni buni ingliz tilida bone deb suyak degani bo'lsa, ularning zichligini ortishi qaysi modda bilan bog'liq ekan? Demak, kollagen 1. Kollagen 1 bilan bog'liq bo'lsa, endi buni eslab qolish uchun bone deb eslab qolsak, demak kollagenning birinchi turi bo'ladi. Kollagen 1, bone. Hop, shu bilan eslab qolsa bo'ladi. Ingliz tilini o'rganayotganda eslab qolish osonroq bo'ladi. Hop. Qolganlar uchun ham umumiy eslatma. Qachondir baribir ingliz tilini o'rganganingizda shu so'zni uchratasiz. Shunda yanada eslab qolishingiz oson bo'ladi. Hop. Endi shuningdek, suyaklarda o'sha kollagen 1 bilan proteoglikanlarni ham hosil bo'lishini oshishiga olib kelib beradi. Kollagen 1 va proteoglikan. Buni o'chirib tashlaymiz. Proteoglikan. Bularning funksiyasi ham albatta shu konspektlarda yoritilgan, shundan ko'rib olasiz. Hop, keyingisi, demak, tog'aylarga ta'siri EGFni bu epifizial qismlarida, mana shu qismlarda, epifizlarda epifiz, diafiz, metafiz degan qismlar borda. Diafiz, metafiz. Ya'ni epifiz qismlari bu suyaklarning o'sish qismi hisoblanadi. Suyakning o'suvchi qismi. 18 bola tug'ilganda ham 25 yoshgacha bo'lgan qismda shu qismlar o'sadi. Ya'ni bu EGF1 turi bir tipi asosan xondroblastlarga ta'sir qiladi. Mana shu xondroblastlarga. Hop. Inglizcha yozib oldik. Xondroblast hujayralarga ta'sir qiladi. Va bu xondroblastlarga ta'sir qilgandan keyin suyak to'qimasining ma'lum turlarini o'zgarishi, ya'ni diferensiatsiya, o'lchamli ortishi va proliferatsiya holatlari kuzatiladi. Natijada suyak uzunligi ortadi. Mana shu suyakning uzunligi ortadi. Demak, suyak uzunligi ortishi kuzatiladi. Ya'ni bu interstitial oshish hisoblanadi. Interstitial growth. O'sish hisoblanadi. Ya'ni suyak va tog'ay mana shu joyni o'rtasini ortishi nazarda tutilyapti. Hop. Bu umumiy o'sha tog'ay qismiga insulinga o'xshash o'sish omili 1 ta'siri edi. Hop, keyingi qismimiz, demak, umumiy xulosa o'sish gormoni, demak, jigarda insulinga o'xshash o'sish omili 1 ni hosil qiladi va glyukoneogeneziga sababchi bo'ladi.
Yog' to'qimasi lipolis, ya'ni yog' to'qimasini yog'larning parchalanishi, skelet muskul amino kislotlarning qabul qilinishi, suyaklarga bu ta'sir qilmaydi, tug'alarga ta'sir qilmaydi. Asosiy ta'sirni bizda bu suyaklarga IGF 1 ta'sir qiladi, ya'ni IGF 1 ta'sir qiladi. Jigarga ta'sir yo'q, chunki jigarda bu hosil bo'lyapti, yog' to'qimasiga ta'sir qilmaydi. Skelet muskul amino kislotlarning qabul qilinishi va muskul hujayrasining umumiy o'lchamini ortishiga sabab bo'ladi. Suyaklarda bu suyaklarni yemilishi, suyaklarning hosil bo'lishi, osteoblastlar deyapti, suyaklarning yemilishi va teng holatda suyaklarning o'sishi, endochondrial ossifikatsiya hosil bo'ladi. Endochondrial suyaklanish hosil bo'ladi. Tog'aylarda esa shu suyak to'qimasining ma'lum bir turlarida shu differensiatsiya va o'lchamni ortishi, proliferatsiya, shuningdek uzunligini ortishi bo'ladi. Uzunlik ortishi kuzatilar ekan. Bu umumiy growth hormon va IGF 1ning shu xulosasida bizda asosan unda kasalliklar o'sha akromegaliya, gigantizm, nanizm bor edi, pakinalik. Shular asosan mana shu IGF ni hosil bo'lishda yoki o'sish garmonining ishlab chiqarilishida qandaydir shu o'smalar yoki tug'ma patologiyalar bo'lishi mumkin. Shular hisobiga yoki autoimmun jarayonlar, ularni ham inobatga olish kerak. Autoimmun jarayonlar, o'smalar, shikastlanishlar, ya'ni gipofizda yoki hipotalamus shu qismlarda shikastlanishlar bo'lishi mumkin. Yoki jigardagi o'zgarishlar deb qo'yamiz. Bunga ta'sir qilishi mumkin. Demak, shu bilan darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'rganish va ilm olishda charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.